Diqqat aholiga ogohlantirish. O'zgidromet avgust oyi uchun yana bir bor o'zgargan bir oylik ob-havo ma'lumotini prognozni e'lon qildi. Videorolikni o'tkazib yubormaslik uchun oxirigacha ko'ring. Avgust oyidan O'zbekistonda havo harorati keskin o'zgarishi kutilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, O'zgidromet O'zbekistonda 2026-yil avgust oyi uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Avgust oyida havo qanday kuzatiladi? O'zgidromet prognozlariga ko'ra, avgust oyi quruq va bir oz issiq ob-havo bilan boshlandi. 1-2 avgust kunlari havo harorati respublikamizning aksariyat hududlarida 38-41 darajagacha, janubda va cho'l hududlarimizda esa 42-43 darajagacha ko'tarilgandi. Oyning birinchi yarmida shundan so'ng harorat 4 va 5 avgust kunlariga kelib pastlaydi. Oy davomida kunduzi harorat 38-33 daraja atrofida bo'ladi. Ayrim hududlarimizda esa 40 darajagacha yetishi kutilmoqda. Kechalari esa harorat 24-22 darajani tashkil qiladi. Oyning ikkinchi yarmiga kelib esa harorat 17-22 darajagacha pastlaydi. Prognozlarga ko'ra, oyning oxiriga kelib O'zbekiston hududiga nisbatan salqin ob-havo kirib kelishi kutilmoqda. Harorat asta-sekin ushbu oyning oxiriga kelib 25-30 darajagacha, kechalari esa 12-15 darajagacha pastlab ketishi kutilmoqda. O'zgidromet ma'lum qilishicha, 2026-yil avgust oyida yog'ingarchilik miqdori ko'p yillik me'yorlarga nisbatan ayrim hududlarda ko'proq bo'lishi kutilmoqda. Prognozlarga ko'ra, oyning ikkinchi yarmida kunduz kunlari asosan qisqa muddatli yog'ingarchiliklar bo'lib o'tadi. Aziz do'stlar, ushbu xabarimiz keng tarqalib, barcha vatandoshlarimizga ham yetib borishligi uchun o'z hissangizni qo'shing. Like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.